Demak, navbatdagi kimyo milliy sertifikat testi X variant tushishi mumkin bo'lgan savollarni ko'rishni boshlaymiz. Demak, X gramm mis kuparosi X gramm suvda eritilyapti. So'ngra eritma 20% bug'latildi va o'rniga shuncha massada mis sulfat qo'shildi. Qancha suv chiqib ketgan bo'lsa ham, o'shancha tuz qo'shildi. Keyin eritmaga Y gramm suv qo'shilyapti va o'shanda eritmani molyar konsentratsiyasi hamda zichligi tenglashgan. Bizdan so'ralgan narsa Y ni X ga nisbatini topib berishimiz kerak. Demak, birinchi mis kuparosi bizaga qancha gramm berilgan? X gramm mis kuparosi suvga tashlalyapti. Qancha suv? X gramm suvga tashlalyapti. X gramm suvga tashalsa, kristal gidratda tuzi hosil bo'ladi, mis sulfat ko'paygan. Mis sulfat bilan suvda aralashmasi hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan eritmamizni massasi qancha desa, 1x grammga 1x gramm qo'shilganda necha hosil bo'ladi? 2x gramm hosil bo'ladi. 2x gramm eritma hosil bo'ladi. Demak, shu eritma ichida qancha tuz, qancha suv borligini aniqlasanglar bo'ladi. Mis sulfat ko'paygan 5 ta suv. Buni og'irligi 250. 250 ni ichida 160 mis sulfat bo'lgan. Qolgan 90 grammi suv bo'lgan. Shundayda bizaga 1x berilgan. 1x ni ichida qancha bor? Tuz bor desak, x ni 160 ko'paytirib 250 ga bo'lish kerak. Xullas 160 x ni 250 ga bo'linmasi kasr biz kalkulyator ishlashda kasr muhim xossasidan foydalanasizlar. Bir xil songa ko'paytirsanglar yo qisqartirsanglar, kasr xossasi o'zgarmaydi, ma'nosi qiymati o'zgarmaydi. 250 ni 4 ga ko'paytirsang 1000 bo'ladi. 4 marta kattalashtiraman surat mahrajda. 250 4 marta kattalashdi 1000, 164 tasi, demak 16 ni 4 tasi 64, 640x. Shundayda bittadan 0 larni o'chirsak 0.64x. 0.64ximiz bu shuncha gramm suv tuz bo'lgan. Suvni hisoblasanglar, mana 1x ni ichida 0.64ximiz tuz bo'lsa, qolgan 0.36ximiz grammimiz bu suvligini bilib olamiz. Xullas, mana shu 2x gramm eritmamizni ichida tuzimiz 0.64x bo'lgan, suvimiz 0.36 bo'lgan mana shu ichida. Ikkalasini qo'shsanglar 2x hosil bo'lyapti eritma. Eritma ichidagi bizaga tuzimiz ma'muncha, kristal gidrat ichidagi suv ma'muncha 0.36. 0.36 ga mana 1x qo'shsanglar, hosil bo'lgan idishda 1.36x suv bo'ladi. Xullas, eritmamiz 2x bo'ladi. Endi shu eritma bug'latilyapti. Necha foizi bug'latilyapti? Bizaga 20% bug'latildi deyilgan masalada. Shu 2x ni 100% deysizlar, 20% bug'latilyapti. Ya'ni chiqib ketgan suv bo'ladi. Bug'latilganda suv chiqadi. Qancha suv chiqib ketganini hisoblasanglar, 0.4x gramm suv chiqqanligini bilishimiz mumkin. Xullas, idishimizda suv chiqqan 0.4x. 1.6x qolgan, eritma qolgan. Shu eritmamiz suv bug'latilgandan keyin o'sha suvni massasicha tuz qo'shilyapti. 0.4x gramm tuz qo'shilyapti. Baribir yana 1.6x ni ustiga 0.4x qo'shsanglar, hosil bo'lgan mana shu eritmamiz ham 2x bo'laveradi. Buning ichida tuz ko'payadi prosta, yana tuz bilan suv aralashmasi hosil bo'ladi. Va shu hosil bo'lgan eritma ustiga Y gramm suv tashalyapti. Y gramm suv tashalganda mana bu yerda hosil bo'lgan eritmamizni molyarligi va zichligi tenglashdi deyilgan. Biza topishimiz kerak bo'lgan narsa molyarlik va zichlik. Xo'sh, birinchi, ikkinchi ishlar bo'lgan bo'lsa, endi uchinchi ish. Shu qancha bizada tuz va suv bor. Tuzimiz qanchaga yetdi desa,
Tuzimiz mana bu yerda 0,64x edi. Shu 0,64x mana shu eritmani ichida 0,4x gram tuz tashalgan. Va qancha tuz hosil bo'ldi desa, 1,04x tuz hosil bo'ldi. Suvimizchi? Suvimizda kristal gidratni ichida 0,36x bor edi va mana bu kristal gidratni ichida 0,36 ga 1x qo'shsanglar, hosil bo'lgan eritmadagi suvimiz 1,36 edi. 1,36 dan qancha suv chiqib ketdi desa, 0,4x chiqib ketdi. Demak, bu idishda qolgani shu suv bo'ladi. Ya'ni 1,36x dan chiqib ketyapti 0,4x. 0,96x gram suv bo'ladi. Shu suvni ustiga yana y suv qo'shilsa, hosil bo'lgan eritmadagi suv bo'ladi. Bizlarga bo'ldi. Mana shu hosil bo'lgan eritmamizni ichidagi malyarlikni va zichlikni aniqlaymiz. 4-chi qiladigan ishimiz malyarlikni qanaqa qilib topamiz? Molni hajmiga bo'lishimiz kerak litrda. Yoki zichlikni qanday topish kerak? Massa eritmani hajm millilitrga bo'lish kerak. Xo'sh, ifodalaydigan bo'lsak, mis-sulfat tuzimizni grammi 1,04 bo'ladi. 1,04 ni mis-sulfatni o'zini og'irligiga bo'lib olasizlar. 1,04x ni bo'lami 160 ga. Shu mis-sulfatni moli bo'ladi. Shuni bo'laman endi eritma hajmiga. Mana bu idishda hosil bo'lgan eritmam qancha desa, eritma 2x edi. 2x ga y gram suvni qo'shsanglar, hosil bo'lgan eritma 2x plus y bo'ladi. Shuni bo'laman yo'q. Eritmamizni hajmini aniqlashimiz kerak ekan. Eritmamiz hajmini topish uchun, hosil bo'lgan eritma hajmini topishimiz uchun oxirgi eritmaning zichligi berilmaganda suvni hajmi teng bo'laveradi. Shu idishda qancha suv bor desa, suvimiz mana buni ichida 0,96x bor edi. 0,96x ga y gram suv qo'shsanglar, hosil bo'lgan idishda ichidagi suvimiz 0,96x plus 0,96x plus y. Shu gram bo'ldi. Gram yoki millilitr bo'ladi. Millilitrdan litrga o'tishimiz uchun bizda mingga bo'lishimiz kerak. Mingga bo'lsak, mana shu narsa litrda ifodalangan. Teng bo'lyapti. Endi zichlikda ifodalaymiz. Mana bu zichlikda. Malyarlik bilan zichlik teng degani uchun mana bu tomon malyarlik bo'ldi. Endi bu tomoniga biz zichlikda ifodalaymiz. O'shuning uchun eritma massasini hajmiga bo'lishimiz kerak. Eritma massasini topishimiz uchun 2x ga 1y ni qo'shsam eritmamizni gram bo'ladi. Ya'ni 2x plus y bo'ladi. Eritma massasi bo'ladi mana shu. Shuni bo'lishimiz kerak eritma hajmiga. Hajmini topish uchun endi yana suvni hajmini ifodalash kerak. Suvimizning hajmi mana bu 0,96x ga qo'shilgan y ni qo'shamiz, mahrajga yozamiz. 0,96x plus y. Bo'ldi. Mana shu yerda kimyo tugadi. Bu tomonni endi matematik tenglama ko'rinishida ishlashimiz kerak. Buni ishlash uchun x ni 1,04x ni mingga ko'paytirish kerak. 160 ni ming ko'paytmasi ga bo'lsanglar teng bo'ladi. Ya'ni 1,04x ni mingga ko'paytirsanglar 1040x bo'ladi. Bo'lami 160 ni 0,96x plus y. Shu teng bo'ladi 2x plus y. 0,96x plus y. Ishlasanglar bular o'chadi. 1040x ni 160 ga bo'lsanglar 0 dan o'chiramiz. 104 ni 16 ga bo'lsanglar 6,5x teng bo'ladi 2x plus y. 2x tenglikni bu tomoniga ayirib bo'lib keladi. 6,5 dan 2 ni ayirsak 4,5x teng bo'ladi y ga. Bitta y 4,5x ekan. Biz y ni